Barselona Xomi bilan hamkorlikdan voz kechdi. Barselona klubi noyabr oyi o'rtalarida texnologik blokcheyn hamkori sifatida unchalik taniqli bo'lmagan Zeroknovletki Prof kompaniyasi bilan kelishuvga erishganini e'lon qilgandi. O'shandayoq bu bitim shubhalar uyg'otgan va natijada kataloniyaliklar undan chiqib ketishga majbur bo'ldi. La Vanguardia'ning xabar qilishicha, muammolar kelishuv imzolanayotgan paytdayoq aniqlangan. Bitim tuzilgan paytda kompaniyaning Twitter sahifasida 100 nafardan sal ko'proq obunachi bo'lgan. Kompaniyaning o'zi esa ofshor sifatida nom chiqargan Samo davlatida ro'yxatdan o'tgan. Bir necha kun o'tib, Barselona yuristlari shartnomadan chiqish yo'llarini izlay boshlashgan. Keyinchalik esa Zeroknovletki Prof mojarolar ichida yuradigan bloger Andrew Tate bilan bog'liq ekani ma'lum bo'lgan. U 2022-yilning dekabridan beri Ruminiya qamoqxonasida odam savdosi va zo'rlash ayblovlari bilan hibsda saqlanmoqda.